Onangizni yurak operatsiyasini bajarib bo'lmaydi. Yurak tomirlari toshga aylanib ketgan. Balki Toshkentga borib tekshirtirib ko'rasizlar deyishdi. Men Do'stmatova Azdaxon, 69 yoshdaman. Qon bosimim oshib, ko'krak qafasimda qattiq og'riq sezib, hansirab qolardim. O'zimizda yurak operatsiyasini qilishga qo'rqishdi. Men Oybek doktorga murojaat qildim va tezda meni qabul qildilar va operatsiyani juda chiroyli qilib o'tkazib berdilar. Meni yuragimga 4 ta tomir qo'yib berdilar. Operatsiyamdan 2-kuni bo'limga olishdi. Bo'limlarda aylanib, yuragimdagi hansirashlar, nimalar yo'qligi o'zimni yengil his qilib aylanib yuribman. O'zimizda yurak operatsiyasini bajara olmaymiz deyishdi. Oybek doktorga keldik. Oybek doktor hech ikkilanmasdan bemalol bajarib bera olamiz deyishdi. Hozirgi kunda 4 ta tomir qo'yishdi. Hozirgi kunda ahvollari yaxshi, bemalol o'zlarini yaxshi yengil his qilyaptilar. Bizlar ham yurak operatsiyasi uchun doktor Oybekni tavsiya etamiz.